Assalomu alaykum hurmatli qadrdon do'stlar. Bugun sotuvda O'nadirda Pastansani oldan kirib kelgan mahallada do'stlar 5 ta xonasi uje mana devorlari ko'tarilib tomi yopilgan holatdagi, ya'ni mahalladan перекрёстda emas, yo'lni bo'yida, hali u do'ngda emas, chuqurda emas, tekis joyda joylashgan ushbu xonadonimiz sotuvda do'stlar. Qadrdonlar, uyning narxi 105 ming dollar deyilyapti ekan, ozgina kami bor. Boya aytib o'tganidek, bu yer tekis joy ekan. Endi to'g'ri burchak joy ekan, lekin tekis, ya'ni adirda teva tomoni, chuqur tomoni bo'lmaydi. Hammamiz bilgan O'nadirga kelayotganimizda do'stlar, pastansa bor. Pastansani ro'parasidan chapga joyga shuni kirib kelganimizda, chuqurdan chiqib do'ngga ko'tarilganimizdagi ushbu xonadon ekan. Endi bu yerda juda ko'p ko'rsatadigan narsasi yo'q ekan. Olmoqchi bo'lganlar, interes qilganlar, qiziqqanlar bo'lsa, kelib ko'rib ketishi mumkin. Yoki bo'lmasam kelishdan oldin qanaqadir savoli bo'lsa, bemalol telefon qilishi ham mumkin ekan. Qaysi nomerlarga deysizlarmi? Akalar, uyning holati, bugungi holati shu ko'rinishda, boya aytib o'tganimdek, qanaqa savol bo'lsa, xotirjam Uy bozor agentstvasining telefon raqamlarini aytib o'tamiz, yozib olasizlar. 0998 01 23 00. Xo'p, eshitdinglar akalar, siz ham nima deb qo'yarsiz? Shu videoga kommentariy yozamiz, like bosamiz, bizni kuzatishda davom etamiz do'stlar. Shunaqa gaplar, sog' bo'lasizlar qadrdonlar.